aka bachatka ekadi. Beşlik sitkada ana shunday un holatda chiqadi. Ana yana 4 kop volim olib kelishdi. Mana. Danaga o'zida. Xudo xolasa buni ham o'tkazamiz hozir. Ana aparachamiz. Bu yerda o'sha bug'doy yarmalari o'tkazib qo'yilgan. Makinalar olib ketish kerak, ana hozirga olib kelishdi buni. Mana shunday holatiga aka bemalol o'tkazadi. Danaga ichida turibdi, po'choq olinmagan. Bizada mana shunaqa pasiyani olib kelishadi shu narsani, mollarga shu bilan yevlashadi ko'pincha. Arzonroq chiqadi. Un darajasiga ketirdik. Endi buni bir etib yoyalab, nami qochgandan keyin xudo xolasa yengga qo'shib beraveriladi.